Sokrat shunda deydi, mening onam tug'ut onasi edi. U tug'ut ustidagi kishilarga yordamlashib, yangi hayotlikni dunyoga keltirdi. Men onamning kasbiga varislik qildim, ammo men ruhiyatning tug'ut onasi. Kishilarning qalbida to'silib qolgan haqiqatning tug'ilishiga yordam qilma degan. Sokrat kishilarning qarmoqqa hammani biladigandek, ammo haqiqiy bilmay turib yashaydiganligini his qilgan kishi. Shuning bilan Sokrat kishilarga ta'lim tarbiya qilmagan, balki ularga savol tashlagan. Bu kishilar Sokratning savoliga javob bersa, Sokrat shu javobga qarata yana savol tashlagan. Mana mushunda savol-javob takrorlanadigan munozara jarayonida kishilar o'zining ko'z qarashlaridagi nurg'unlig'a yo'chiqlarni, ziddiyatlarni bayqab, ilgari o'zlari to'g'ri deb ishongan ko'z qarashlarini paydan-pay inkor qilib, to'g'ri bo'lgan bilimga, ya'ni haqiqatga ega bo'lgan. Ular ega bo'lgan ko'z qarashni Sokrat argizmi mening ko'z qarashim demagan. Sokratning qarashicha haqiqat insonning qalbida bo'ladigan narsa. U faqat tafakkur yoki chaqiriq orqali uyg'onishga muhtoj deb qaragan. Demak, mushi jarayonni Sokrat yordamlashib tug'dirish usuli degan. Nima uchun bu munozara jarayoni Sokrat tug'ut jarayoniga misol qildi? Chunki tug'ut nihoyat mushaqqatli, azobli bir jarayon. Gerçi biz erlar tug'ib bakmasakmı, lekin atrofimizdagi ayollarning tug'ut jarayonidan biz uning nihoyat mushaqqatli, azobli bir jarayon ekanligini bayqaymiz. Demak, bir odam o'zi to'g'ri deb ishongan ideyasi haqiqatning chekishiga duch kelgan vaqtida, uning xatoligi bayqalgan vaqtida uni inkor qilish ana shu tug'ut jarayonidagidek bir azobli ish. Chunki har qanday odam o'zining ideyasining haqiqat bo'lishini umid qildi. Uningda xatolik bayqagan vaqtida uni inkor qilish odamga nihoyat tez bilindi. Agar kishilar o'zi izchil to'g'ri deb ishongan ideyani inkor qilishga jur'at qila olgan vaqtida, ondan buningda haqiqat tug'iladi. Xuddi tug'ut ustida to'lg'oq azobini tortayotgan bir ayol tug'utning azobiga bardoshlik bera olsa, yangi bir hayotlik dunyoga kelgandek, o'zining ideyasidagi xatolikni inkor qila olgan kishining qalbida haqiqat tug'ildi degan gap.